Mana sizda sistit, siydik yo'li infeksiyalarini davolovchi. Bu nima bu? Baraka topkurlar. Bu sabzini ustidagi qismi. Agarda 2 marta zo'r bo'lsin desangiz, mana borku yer bag'irlagan temir tikan. Ko'rdingizmi? Mana shuni ham qo'shib damlang. Qanday qilinadi deng. Qarang, ikkovi qanday tayyorlanadi. Лечение цистита, бактерицидной инфекции, мочеполовой системы. На русском и на узбекском языке буду говорить. Вам понятно, если возьмете, 1-2 столовые ложку измельченную, свежую, да хоть свежую ботву моркови, если добавите на это якорцы стелющиеся, смотрите, якорцы стелющиеся, это тоже 1-2 столовые ложки. На 200-300, да хоть на пол-литра кипятка заварить как чай, настоять несколько часов и употреблять по 50-100 грамм 3-4 раза в день. Это мощь. Противопоказано беременным. Вам понятно? Endi o'zbek tilida gapiraman. Teper na o'zbeksim языке. Oy, sabzini ustidagi qismini xo'lligicha xohlasangiz soyada quritilganni, uni tsistitga. Temir tikan bor-ku, chaqish tikan deydi yana. O'sha ikkovini qo'shib damlab iching. Ikkovidan bir siqim oling, 200-300 grammga damlang. Shuni kun davomida iching, ozroqgina asal solishingiz mumkin. Hop deng. Вообще zo'r. Mana yana tayyor oddiygina. Unisi bo'lsa bunisi. Piyozni po'stlog'i ham, ya'ni piyozni qaynatib ichsangiz ham, aytganman-a, homilador ham bo'lib qolasiz. Har yil tug'asiz keyin. Ishonavering. Erkaklar ham prostatit. Mana shu oddiygina uyingizda o'sgan narsani. Hozir yana bitta narsani ko'rsataman keyingi videoda.